Assalomu alaykum. Men ismim Ahmadjon. Bugun men sizlarga kanallar haqida gapirib bermoqchiman. Energetik kanallar. Mana bizda o'rtada joylashgan bitta kanalimiz bor. Позвоночникda joylashgan u. Yaxshigina katta bo'ladi. Eng qalin kanal desa ham bo'ladi u. Qolgan kanallarga nisbatan va eng muhim kanalimiz u. Eng keraklik bo'lgan kanal. Позвоночникda joylashgan, yaxshigina uzun bo'ladi, kattagina bo'ladi. Tanamizdan ancha tepaga chiqadi va pastga ham anchagina tushadi, yer ichiga ham kiradi. Anchagina uzun bo'ladi u kanal. Uning nomi Sushunna. Agar u нормальный funksiyonировать qilsa, inson yashaydi. Agar нормальный funksiyonировать qilmasa, inson o'ladi. Juda ham muhim kanal u. Va keyin uni yonida yana ikkita kanal bor. Spiralsimon kanal. Meditsinani ramzi bor-ku. O'rtada tayoq turadi-da, ikkita ilon chiqib turadi, xuddi shunga o'xshagan bo'ladi, spiralsimon. Ikkita kanal. Va undan keyin muhimlik darajasida yana qo'llarimizda ham bor kanal. Ikkita qo'lda, ikkita oyoqda ham kanal bor. Ikkita krupniy suyulardan o'tadi. Bundan, bu qo'ldan va mana shu joyga kelganda bo'linadi-da, 5 ta barmoqdan chiqadi. Xuddi shunaqa ikkita qo'limizda ham, ikkita oyog'imizda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Agar siz efir tanani ko'ra olsangiz, qo'lingizda ko'rsangiz bo'ladi. Bunda qo'lingizni uzoq qo'yib tursangiz, mana shu barmoqlardan ozgina nurlar chiqib turadi. Mana shu kanallar bo'ladi.